Bu videoda tradingga qiziqadigan endi boshlovchilar yoki trading bilan shug'ullanib yurganlar uchun zo'r video bo'ladi va bu videoda sizlarga yoqadigan yengil mavzu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu mana bunaqa kitob to'g'risida emas, lekin mana shu kitobni o'rnini bosadigan eng oddiy, sodda lekin maza qilib foydalanadigan narsangiz to'g'risida. Bu trading bo'yicha kinolar. Trading va investitsiya bo'yicha kinolar va va'da beraman, bu kinolarni deyarli YouTube kanalida o'zbek tilida hech kim hali sizga aytmagan. Chunki bu shunaqangi kinolarki, trading qilib o'tiradiganlarning kinosi emas, lekin tradingga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan kinolar. Va men bularni o'zim ko'rganman va juda ko'p ma'lumotlarni olganman va sizga ham mana shu narsani ulashmoqchiman. Xo'p, bunda shu kinolarni ko'rganingizda mana bunaqa baribir kitoblar o'qimaysiz. Mana ko'rib turganingizdek qalin-qalin bo'lgan kitoblar. Bunaqa kitoblar aytaylik 10 talab bo'ladi bitta jildida. Shuning uchun sizga kinolarni tayyorlab qo'ydim. Bu kinolarni ko'rib, bemalol maza qilib trading olamida suzasiz. Amerika fond bozorida, Wall Streetda nima bo'layotganini bittada tushunib olasiz. Qaysidir terminlar, qaysidir narsalar qiyin bo'ladi. Kitobda o'qisangiz boshingiz og'rib qotib ketadi, lekin mana shu kinolarni ko'rsangiz osongina tushuntirib qo'yadi. Va aytganimdek, bu kinolar tradingda hali hech kim aytmagan kinolar. Birinchisi Uber degan kino hisoblanadi. Bu to'g'rirog'i serial hisoblanadi. Ko'proq seriallarda aytaman sizga. Uber degan serial, bu adashmasam 10 tacha seriyadan iborat. Uber kompaniyasini bilasizlar. Biz Yandex Taksiga o'xshagan kompaniya. Uber kompaniyasi qanday qilib startap bo'lib turib, keyin u unicornga aylanishligi va fond bozorida milliardlagan kompaniyaga aylanishligi to'g'risida serial qilingan. Lekin ko'rganingizda bemalol qanday qilib startaplar ishlashligi, qanday investorlar kompaniyalar topishligi, qanaqa darajada o'sishligi mumkin biror bir kompaniya, bozorda qanday egallaydi. Mana hozir siz aytaylik savdo qilganingizda Apple, Tesla kompaniyalari yoki Uber kompaniyalarini savdo qilasiz. Ular qanday qilib bozorda egallashadi, qanaqa strategiyalarni qo'llashadi, qanaqa qilib ishchilarni oladi. Mana shu narsalarni polni protsessini, kompaniya qanday boshqarilishini sizga kino qilib ko'rsatib bergan. Kitobda o'qisangiz top management, CEO degan narsalarni qiynalib ketasiz, lekin mana shu kino davomida maza qilib ko'rasiz. U yerda bilasiz, kinoda drama, har xil narsalar qo'shiladi, shto'da sizga qiziqarliroq bo'lishi uchun, emotsiya olishligingiz uchun. Shu jihatdan mana shu Uber degan birinchi kinoni tavsiya beraman. Men o'zim ko'rib maza qilganman. Ikkinchisi bu WeWork kompaniyasi. Qanday qilib biror bir startup kompaniya milliardga chiqishligi va qanday qilib odamlarning milliardlagan pulini yo'qotishligi mumkinligi, qanaqa bankrot bo'lib ketish mumkinligi to'g'risida kinoni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham serial holatida bo'lgan va mana shu serialda siz o'sha katta kompaniya bankrotlikka nima sababdan uchrashi mumkin? Qanday qilib uchraydi? Nima sabablari bo'ladi? Moliyaviy nima xatolarga yo'l qo'yadi? Mana shu narsani kino davomida zo'r qilib, cho'tka qilib tushuntirib qo'ygan. Ko'rsangiz, demak o'ylaysiz, keyin kompaniyani buni direktori bunaqami, bu menejmenti bunaqa boshqaryaptimi degan savollarni bera oladigan sizdagi kritiskiy mishleniyanini anchagina rivojlantirib beradi va siz kompaniyalarga mana shu narsani ko'ra olasiz. Va menga ham bu narsa ancha yordam bergan. Keyingisi penny stokchilardagi, penny aksiyada ishlaydiganlardagi, penny aksiyada ishlaydiganlar uchun ham kino bor desam, menimcha ishonmasangiz kerak, lekin albatta bor. Penny aksiyada ishlaydiganlar uchun shunaqangi kichkina meditsinskiy kompaniya to'g'risida kino bor. Bu healthcare sektoridagi kompaniya to'g'risida kino chiqqan va mana shu kompaniya qanaqa qilib o'sha sizlar biladigan FDA dan approval olishligi, Phase 1, Phase 2, Phase 3 shunga o'xshagan narsalar patent olishligi to'g'risidagi ma'lumotlarni qilib o'shani kino qilgan. Va o'sha yerda kompaniyaning xodimlari o'zlari qanaqa tutadi, qanaqa qilib ichida ish olib boradi, bemalol healthcare industriyasini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Healthcare sektori industriyasi odatda penny aksiyalarda eng ko'pi shu industriyada bo'ladi va narxi o'ynashligi ham aynan mana shu yo'nalishda bo'ladi. Shuning uchun Pain Hustler degan kinoni ko'rsangiz bo'ladi. Endi keyingisi bu. Agar videoni shu joygacha kelgan bo'lsangiz, sizga super yangiligim bor. Bu video hech qanday sotuv reklamasi emas. Balki sizga trading bo'yicha to'liq tizimni taklif qilmoqchiman. Shu sababdan hayotimda birinchi marotaba bo'ladigan 12-12 nomli taqdimotga sizni taklif qilaman. Ya'ni 12-dekabr kuni Telegram kanalimda trading va investitsiya sohasi bo'yicha to'liq tizimni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Buning uchun Telegramda Nur Ismoilov nomi orqali kanalni topasiz yoki pastdagi havola orqali kanalga o'tib
12 ni kutasiz. Billions degan serial, ya'ni milliardlar degan serial bor. Bu yerda katta hedge fond, albatta bu yerda to'qilgan ma'lumotlar bor, lekin hedge fond qanaqa qilib million dollarlik savdolarni amalga oshiradi, qanaqa qilib o'zini hedge fondini himoya qiladi, qanaqa qilib insider ma'lumotlarini oladi, mana shularni hammasini bittada ko'rib olishingiz mumkin. Bu ham bir nechta seriyadan iborat, lekin har ko'rganingizda bozorda u yerdagi tahlil qilinishini, katta hedge fondlarni, kerak bo'lsa regulyatorlar qanday hedge fondlarni kelib tekshirishligini, qanaqa darajada bo'lishligini, advokatlar qanaqa ishlaydi Amerikada. Mana shu narsalar polностью hamma narsasini ko'rib olasiz. Hattoki hedge fondlarda psixologlar, treyderlar bilan qanaqa darajada ishlashligini ham ko'rib olishingiz mumkin. Mana shu kinoda to'liq yoritib berilgan. Mana shu kinolarni o'zim to'laqonli ko'rib chiqqanman va sizga yana bitta bonus, o'zim yaqinda ko'rishlikni reja qilib turganim bor. Bu kino Industry deb nomlanadi. Bu ham albatta serial, ya'ni industriya degan ma'noni anglatadi. Bunda ham o'sha aytaylik trading firmada bir nechta treyderlarni hayoti, qanday qilib savdo qilishligi, qanaqa qilib million dollarlik сделкаларni savdo qilganini ko'rishingiz mumkin va Instagramda bularda qisqa videolar juda ko'p tarqagan. Mana shulardan ham bu kinolar sizga tanish bo'lishligi mumkin. Lekin to'laqonli shularni ko'radigan bo'lsangiz, trading kompaniyalarda, fond bozorini, regulyatorda mana shularni to'liq bemalol tushunishni boshlaysiz. Mana shu tushunchalaringiz ham o'zi qaysidir ma'noda aytaylik o'sha regulyator tomonidan bilim beriladi. Mana shu narsalarni chuqur bilsangiz, aytaylik sertifikatini ham olishingiz mumkin bozorni to'liq bilganligingiz bo'yicha. Endi to'g'ri sertifikatga yetarli darajada bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu bilimlaringiz albatta real voqelikka yoki bo'lmasam real narsalardan olib qilingan, regulyator bor, hedge fondlar bor, bozordagi savdolar, сделкалар hammasi bor. Tushunishligingiz ancha oson bo'ladi va maza qilib kinoda. Endi eng hammani qiynaydigan savol. Bular rus tilida bormi yoki o'zbek tilida bormi? Xo'p, o'zbek tilida men Milliardlar degan kinoda, serialni ITV da ko'rdim. ITV da adashmasam oyiga 50 ming so'mni to'lab turib, o'sha yerdan ko'rishligingiz mumkin. Bu hech qanaqa aytaylik menga reklama pul bermagan. Aytayotganim, ya'ni o'zbek tilida o'sha yerda bor ekan. O'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Rus tilida ham bor, u yerda ko'rib olishingiz mumkin va pastda opisaniyada kinolarda ingliz tili va rus tilidagi nomlarini yozib o'taman. Agar o'zbek tilida bo'lsa, o'zbek tilidagisini ham yozib, kerak bo'lsa havola ssilkasini ham berib o'taman. Mana shularni ko'ring, albatta sizga yoqadi. Qanchadir vaqt davomida ko'rib borsangiz ham bilimingiz ham oshadi, maza qilib kino ham ko'rib olasiz va bularda reytinglari hammasi baland. Agarda yana shunaqangi ko'pchilik aytilmagan, ya'ni aytaylik penny stocktor yoki day tradingga oid bo'lgan kinolarni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Bu videoda ko'proq odam ko'rib, mana shu kinolarni ko'proq odam ko'rishligi uchun aktivlikni oshirib, yoshingizni, qayerdanligingizni yozsangiz ham albatta like bosib o'qishlikka harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlaringizga, trader do'stlaringizga, forexchi, kripto, aksiyachi hamma do'stlaringizga tashlab qo'ying, ular ham foyda olishsin. Va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying.